Barchaga salom. Bugungi videoda biz sizlar bilan qurilmalar qora ro'yxatga tushib qolganda yechim sifatida nima qilishimiz kerak shu haqida gaplashamiz. Qurilma deganda telefon yoki kompyuterni nazarga olishimiz mumkin. Masalan, siz kanallaringiz bor. Kanallaringiz o'zidan o'zi birma-ketlikda o'chib ketishni boshladi va yangi kanal ochdingiz, video yuklamasangiz ham email o'zidan o'zi o'chib ketishni boshladi. Mana shunday holatda qurilmangiz qora ro'yxatga tushgan bo'ladi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, yanada batafsilroq tushuntirib beradigan bo'lsak, har bitta qurilmada MAC adres degan narsa bo'ladi. O'sha MAC adres qora ro'yxatga tushishi bo'ldi. Bu telefonni bo'ladimi yoki kompyuter bo'ladimi? Qayta sistema qilishingizdan yoki telefonga sbros berishdan umuman foydasi bo'lmaydi. Kompyuterda masalan Windows 10 operatsion tizim bo'lsa, Windows 11 o'rnatsangiz ham umuman foydasi bo'lmaydi. Shaxsan, bu narsalarni man boshidan kechirdim. Bir vaqt o'zida ham telefonim, ham kompyuterim qora ro'yxatga tushib qoldi va 3 ta 4 ta kanalim o'chib ketdi. Bular orasida 85 mingta obunachilik kanallar ham mavjud edi. Afsuski, ularni birortasini qaytara olmadim. Shunaqa holat ko'p kuzatilgandan keyin, yechim izlay boshladim va bitta yechim topdim. Ya'ni o'zimga ma'qul bo'ladigan yechim topdim. Aslini olganda boshqa yechim ham bor edi. Ya'ni, man qilgan yechimim bu virtual holatda boshqa operatsion tizimni ishlatish. Ya'ni sizni kompyuteringiz, bu narsa faqat kompyuterda ishlaydi. Telefondagisini hali topolganim yo'q. Topsam albatta buni sizlar bilan ulashishga harakat qilaman. Xo'p, kompyuterda topgan usulim VirtualBox yordamida boshqa operatsion tizim o'rnatib, o'shanda, ya'ni YouTube kanal ochib faoliyat yuritish. Virtual holatda operatsion tizim o'rnatganingizdan keyin u boshqa MAC adresga aylanadi va u, yangi ochilgan, hisob sizga umuman, muammo tug'dirmaydi. Agar o'zingiz qanaqadir YouTube'da qonun qoidasini buzib qo'ymagan bo'lsangiz. Ya'ni, ko'pchilik endi, telefon ishlatadi. Telefon sotib olish muammo bo'lmasligi mumkin. Masalan, telefoningizni, MAC adresi blokka tushib qoldi, qora ro'yxatga tushib qoldi. Telefonni almashtirishingiz mumkin osonlik bilan, chunki 1 millionga ham telefon olib, foydalanib yursa bo'ladi. Lekin ko'pchilikda, kompyuteri qora ro'yxatga tushib qoladigan bo'lsa, kompyuterda shunchaki almashtirish imkoni yo'q. Mana shunday holatda bizlarda virtual holatda boshqa operatsion tizim ishlatishimiz, samarali bo'ladi. Buni shaxsan o'zim ishlatib ko'rdim. Foyda berdi, kanallar o'chib ketmadi. Hozir ham kompyuterda ba'zi bir kanallarni shu orqali yuritib kelaman. Xo'p, tayyor bo'lsangiz hozir, birma-ketin jarayonni, sizlarga tushuntirib beraman. VirtualBox, ya'ni qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, virtual olam, ya'ni virtual quticha desak ham bo'ladi. Demak, VirtualBox'ni birinchi navbatda siz kompyuteringizga yuklab olishingiz kerak bo'ladi. O'zini rasmiy sayti shu. virtualbox.org degan sayt bor. Shu saytga kirib yuklab olasiz. O'zingizni kompyuteringizga kerak bo'ladiganini shu yerdan, yuklashni bossangiz avtomatik yuklanadi. Mana bu narsa oldindan o'rnatilgan va sizga kerak bo'ladigan navbatdagi narsa bu, biror bir operatsion tizimni ISO formatdagi fayli kerak bo'ladi. Masalan, ko'pchiligingiz endi Windowsda ishlab o'rgangansizlar. Shuning uchun Windows 10 yoki 11 ni yuklab olishni maslahat beraman. Yo'q, men Linuxda ham ishlay olaman deydigan bo'lsangiz, unda farqi yo'q. Linuxda Windowsga o'xshab ketadigan, eng sodda distributivlardan biri bu Linux Mint bor. Shu Linux Mintni, bemalol yuklab olib ishlatsalaringiz bo'ladi. Ya'ni ISO formatdagisini yuklab olishlaringiz kerak bo'ladi. Shu narsani unutmang. Windows 10 ni ISO, formatdagi fayl hajmi taxminan 4,5 gigabayt atrofida bo'ladi. Buni internetdan yuklab olasiz, o'zining rasmiy saytidan. Bu hech qanday noqonuniy nima emas. Xo'p, VirtualBox o'rnatganimizdan so'ng, xo'p, hozir ahamiyat bermaysizlar, рабочий stolim ozgina tartibsiz holatdadir. Hozir buni tartiblab qo'yamiz. Xo'p, bizlarda VirtualBox o'rnatganingizdan keyin xuddi mana shunaqa ketma-ketlikda kelib chiqadi. Demak, mana shu, ya'ni Oracle, kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Endi, buni ichiga tashrif buyuradigan bo'lsangiz, bizlarda quyidagicha nima hosil bo'ladi. Xo'p, VirtualBox yordamida mana hozir siz mani kompyuterimdagi narsani ko'rib turibsiz. Bu degani kompyuterda operatsion tizim mavjud. Bu bitta operatsion tizim hozir aktiv holatda turibdi. Endi bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, menda yana qo'shimcha bitta, operatsion tizimdan tashqari yana qo'shimcha 3 ta operatsion tizim bor bu yerda ko'rib turayotgan bo'lsangiz. Masalan, hozir men buni bittasini kirib ko'rsataman. Siz, shu paytgacha bunaqa operatsion tizim ko'rmagan bo'lishingiz mumkin.
buni belgiladimda, bu yerdan "Запустить" ga bosadigan bo'lsam, manda, avtomatik o'sha operatsion tizim ishga tushadi. Hozir buni, qanday o'rnatish ketma-ketligini ham ko'rsatib ketaman. Hozir bu ishlasin. Demak, bizlarda ishlash jarayoni boshlandi. Biz virtual holatda hozir boshqa operatsion tizimni ishlatyapmiz. Ya'ni bir vaqtda o'zida kompyuteringizni kuchiga qarab, bir nechta operatsion tizimlarda ishlashingiz mumkin. Agar sizni, elektron pochtangiz bitta qurilmaga ulangan bo'lsa, o'sha elektron pochtaga tegishli bo'lgan, kanallaringizni ko'pchiligi xavf ostida qolishi mumkin, agar o'sha MAC adres qora ro'yxatga tushadigan bo'lsa. Demak, bu Linux operatsion tizimi. Demak, Windowsdan sal farq qiladi interfeys jihatdan. Hozir yonadi, ko'rasiz. Ozgina o'xshab ketadi, lekin sal boshqacharoq ko'rinishda. Demak, ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bizlarda Linux Mint operatsion tizimi. Ya'ni Linuxni mintigan operatsion tizimi. Misol uchun, fayllar nimasiga kirsak, ya'ni Windowsda boshqacha, mana Linuxda mana bunaqa ko'rinishda chiqib keladi. Xo'p, endi, men hozir qanday ketma-ketlikda o'rnatilishi man tushuntirib beraman. Demak, hozir buni zakrit qilib, ya'ni bu mashinani o'chiramiz. Выключить mashinaga bossak o'chadi. Xo'p, VirtualBox'ga kirganingizda birinchi navbatda chiqadi. Faqat sizda mana bu yerda 3 ta bo'lmaydi. Demak, birinchi navbatda nima qilasiz? Sozdатga bosasiz. Sozdатga bosganingizdan keyin bu yerda siz, qaysi operatsion tizimni o'rnatyapsiz? Misol uchun, bu yerda o'zi taxminiy hozir Windows 11 deb belgilab qo'ygan. Siz shunchaki nom yozsangiz bo'ladi. Masalan, Win10 deb yozsangiz bo'ladi. Win10 deb yozsangiz bo'ldi. Win10 deb yozamiz. Keyin papka deb turibdi bu yerda. Agar siz kompyuteringizda, diskini e'tiborga olasiz, hozir mana bu yerda ko'rsatadigan bo'lsam, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, C diskim уже qizarib yotibdi, ya'ni joy kam qolgan. Demak, men C diskda emas, D diskdan joy ajratishim kerak bo'ladi. Demak, hozir C'da ochsam, menda, o'rnatilish jarayonida har xil muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shuni hisobga, D diskdan foydalanaman. Endi nima qilamiz bu yerda? Bu yerda papkada o'zi nimasi bor? Другойni tanlab, bu yerdan, biz D diskni tanlab, masalan, bu yerdan alohida papka ochishimiz mumkin. Keling, mana bu yerda papka ochamanda, sozdатga bosib, masalan, test degan papka ochaman. Xo'p, testni tanladim, Liber papkaga bosaman. Hozir o'rnatilayotgan narsalar aynan mana shu test degan papkani ichida o'rnatiladi. Shu narsaga ahamiyat berasiz. Endi obraz ISO deyapti, ya'ni men boya tushuntirib o'tdim. Ya'ni siz internetdan, Linuxni yoki Windowsda ISO formatdagi faylni yuklab olasiz. Biz esa o'sha fayl qayerda joylashganligini bu yerda qisqacha ko'rsatib o'tishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, bu yerda bor, o'zi avtomatik nimani ko'radi. Agar ko'rmasa sizda Другойga bosasizda, Другойga bosganingizdan keyin mana bunda загрузки deb bu yerda turibdi, hozir ko'rayotgan bo'lsangiz. Mana shu yerdan bosib tanlanadi. Hop, men bu yerdan hozir buni tanlayman. Windows 10 ni tanlab открытьga bosaman. Demak, tanlandi. Bo'ldi, bu yerdan boshqa hech narsani nima qilmaysiz. Buni tanlab qo'ysangiz ham bo'ladi avtomatik tarzda. Xo'p, endi dalaga bosamiz. Dalaga bosdik va bu yerda "Основные pamet" deyapti. Ya'ni, bu operativ xotiramiz. Endi bu yerda bitta narsani inobatga olasiz. Operativ xotirangiz kompyuterda realniy nechi bo'ladigan bo'lsa, o'shandan kelib chiqib berasiz. Operativ xotirani qayerdan ko'rasiz? Pastda panel zadachga kelib, so'ngra o'ng tarafini bosib, dispetcher zadachga kirasizda, bu yerdan производительностьga bosib, mana bu yerda pamet degan joy bor. Menda 20 gigabayt. Masalan, sizniki agar 16 bo'ladigan bo'lsa, hech bo'lmaganda 5-6 nima berishingiz kerak bu yerda, gigabayt berib qo'yishingiz kerak. Chunki virtual holatda ishlab turganda ham operativ xotiradan joy oladi. Bu yerdan berasiz. Masalan, 5000 megabayt degani shu 5 gigabayt degani. Buni ozgina pastroq tushirib bo'ldi. Xo'p, dalaga bosamiz. Bu yerdan, protsessor nimasini o'zgartirishi shart emas. Shunda tursa yetadi bemalol. Xo'p, dala. Endi qancha joy bermoqchisiz? Masalan, endi o'zingizdan kelib chiqasiz bu narsani. Ya'ni o'zingizdan kelib chiqasiz deganda nimani, nazarda tutyapman? Hozir umumiy hisobda 50 gigabayt joy beradigan bo'lsangiz, operatsion tizim o'zini ham o'rnatilishini inobatga olgan holatda diskimizda qo'shimcha 15 yoki 20 gigabayt joy qoladi. Agar siz ko'proq ma'lumotlar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, buni ozgina cho'zasiz masalan. Aytaylik 127 gigabayt joy berishingiz mumkin va hokazo va hokazo. Endi buni men hozir 60 gigabayt atrofida belgiladim. Dalaga bosamiz. Gotovga bosamiz.
Xo'p, demak mana bu yerda, Win10 degan nima paydo bo'ldi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, boshida yo'q edi. Tayyor bo'lgandan so'ng Запустить bosasiz. Запустить bosganingizdan so'ng bizlarda, Windows 10 ya'ni VirtualBoxga o'rnatilish jarayoni boshlanadi. Bu narsa boshida bir marta o'rnatiladi, bo'ldi. Qolgan vaqti, o'sha boshlanishda sal ko'proq vaqt ketib qolishi mumkin. Qolgan vaqti bunaqa vaqt olmaydi. Hozir biz realniy virtual holatda yangi operatsion tizim o'rnatyapmiz bu yerda. Demak, siz ham Windows 10 ni, o'rnatayotgan vaqtingizda xuddi shunaqa chiqadi. Demak, til ingliz tilida, Next ga bosiladi. Install now ga bosasiz. Xo'p, Install now ga bosasiz. Kutamiz endi. Bu yerda realniy, Windows operatsion tizimi o'rnatilmoqda. Xo'p, sizda aktivlashtirish kodi mavjud bo'lmasa, o'rtadagi I don't have a product keyga bosasiz. Xo'p, Windows 10 da turlari bor. Eng ko'pincha Windows 10 Pro yaxshi. Shuni tanlashni maslahat beraman. Next ga bosasiz. Xo'p, o'zini litsenziya shartlari bor. Tanish pishiqdan bunda belgilaysizda Next ga bosasiz. Xo'p, pastdan esa Install Windows Only Advancedni tanlaysiz bu yerda, ya'ni yaxshiroq o'rnatiladi. Xo'p, disk Next ga bossangiz bo'ladi bemalol. Xo'p, demak o'rnatilish jarayoni boshlandi bizda. Mana shu narsa yuz bo'lgandan keyin bizlarda operatsion tizim o'rnatiladi. Endi bu jarayon biroz vaqt olib qo'yishi mumkin. Xuddi shunaqa ketma-ket o'rnatasiz. Hozir men buni oxirigacha olib borishim shart emas. Buni to'xtataman va sizga, misol uchun o'rnatilib bo'lgandan keyin qanday chiqishini hozir ko'rsatib o'taman bu yerda. Xo'p, masalan, sizga bu kerak bo'lmaydigan bo'lsa, sichqonchani o'ng tarafini bosasizda, Udaletga bosib, uni, bemalol o'chirib tashlashingiz mumkin. Masalan, mana shu darslik yozilishidan biroz oldin, demak 10 daqiqa oldin Windows 10 ni oldindan o'rnatib qo'ygandim. Mana shunga Запустить bosib kiradigan bo'lsak, hozir, kompyuterni yangi olganingizda qanday ko'rinadi? Xuddi shunaqa, bo'lib ochiladi bizda hozir. Ozgina vaqt ketadi. Demak, bundan faqatgina o'sha video yuklash uchun foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni virtual holatda ham Telegram o'rnatib qo'yasiz. Videolaringizni Telegramga bitta kanalga yoki gruppaga tashlab borasiz va virtual holatdagi Telegramdan bu operatsion tizimga saqlanib qilib, videolaringizni birinma-ketinlikda yuklashingiz mumkin. Xo'p, demak, mana Windowsda logotipi chiqdi. Hozir bizada, demak, bu yerda yangilanyapti. Ya'ni, yonyapti. Kompyuter qanday yonadi? Xuddi shunaqa yonyapti bu yerda. Kutamiz endi ozgina. Men hozir D-disk o'rnatdim. D-diskim menda HDD disk bo'lgani hisobga yonishi sal qiyinroq bo'lyapti. Tushunmaganlar uchun kompyuteringizni agar SSD diskiga o'rnatadigan bo'lsangiz, kompyuter tezroq yonar edi. Xo'p, demak, kompyuter yondi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda operatsion tizim kompyuteringizga o'rnatib qo'ygan bo'lsangiz, xuddi mana shunaqa ko'rinishda chiqib keladi sizda. Bemalol, bu yerda masalan Microsoft Edge brauzerda ishlab yurgan bo'lsangiz, shu brauzerni o'zidan foydalangan holatda Telegram dasturini yuklab olishingiz mumkin. Yoki boshqa brauzerlardan foydalansangiz, masalan Google Chrome'dan foydalanib yurgan bo'lsangiz, bu orqali Google Chrome'ni birinchi navbatda yuklab olasiz, o'rnatasiz. Keyin Google Chrome yordamida yangi ochilgan akkauntingizni ulab bemalol ishlatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi masalan kerakli ishni qilib bo'ldingiz, bu oynani yopmoqchi bo'lsangiz qanday yopasiz? Faylga kelib bosasizda, Закрытьga bosib, bu yerdan выключить, agar sizda сохранitda turgan bo'lsa, выключить mashinani tanlab, OK ga bossangiz bo'ldi. O'chadi. Har doim mana shunaqa ketma-ketlikda amalga oshirasiz. O'ylaymanki, bu video sizlarga tushunarli bo'ldi. Agar, VirtualBox yordamida, qilib, natija qila olsalaringiz, izohlar qismiga yozib ketsalaringiz bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.